Bizdan har doim arzon hovlilarni so'raysizlar. Shuning uchun Uy-bozor TV ilovamizga joylangan eng narxiga zo'r xonadonni topib, bugun bepulga reklama qilgani keldik. Ko'rishingiz mumkin, hovlimiz maydoni kattagina 2-3 sotixdan iborat. Uyimizda 5 ta xona mavjud. Undan tashqari ko'rsatishingiz mumkin, bu yerda o'zini mashina qo'yishga parkovka zonalari, undan tashqari yozgi oshxonalari va uzun yashil zonalari bor. Uyimiz tupik ko'chada joylashgan. Bu yoq tarafimizda birinchi bo'lib sanuzol qismimizni ko'rishimiz mumkin. Bu uyimiz ayniqsa yosh oilalarga yaxshi bo'ladi. Narxini boshidan aytib qo'yaman, cho'zib o'tirmayman. 85.500 so'rashyapti. Videoni oxirigacha ko'ring. Aynan mana shu narxga shu xonadon arziydimi, yo'qmi kommentariyada o'zingizni fikringizni yozib qoldirasiz. Bu xonamizni kichkina yosh bolalarimiz uchun qilib bersangiz bo'lar ekan. Chunki razmeri ham shunga tortadi. Ana endi oshxonamizni ko'rsatsam, mebellari bilan chiroyli qilib jihozlab ketilishibdi. Uyimizda aboydan va ramkalardan chiroyli qilib foydalanishgan. Bu yerda kuxonniy mebellarimiz, ko'rishingiz mumkin, gaz plita va dimoxodiga ham ega ekan. O'tiradigan zona qilib qo'ysangiz ham bo'ladi bu yoq tarafga. Keyingi xonamiz mehmonlar uchun mehmonxona, o'zini TV zonalari ham bor. Bu yoq tarafdan yana bitta xonaga kirsa bo'ladi. Xohishingizga ko'ra spalni qilib qo'ysanglar ham bo'ladi, kattalar yotoqxonasi. Hamma xonamizda oynalari mavjud, orqa tarafga qaragan. Ana endi navbatdagi xonalarni ko'rib chiqamiz. Bu yog'imizda kichkina xona. Yaxshi yechim qilsa bo'ladi. Bu yoqni farzandingizga xona qilib berib, bu yog'i kattalar yotoqxonasi qilib qo'ysangiz bo'lar ekan. Narigi taraf mehmon kutadigan zona bo'ladi. Aynan mana shu xonadonimizga 85.500 so'rashyapti. Sergeli tumani, Xonobod tarafda joylashgan. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu uy shu narxga arziydimi, yo'qmi? O'zingiz fikringizni kommentariyada yozib qoldiring va like bosishni esdan chiqarmang. Pastda uy egalarining raqamlari bor.